Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, ko'chmas mulk narxlari qanday o'sib bormoqda O'zbekiston bozorida, Toshkentda, umuman O'zbekiston bozoriga qanaqa ta'sir o'tkazmoqda, shu haqida bugun gaplashamiz. Bizani bugungi mehmonimiz hozir kiradilar. Assalomu alaykum. Men ismim Bektayeva Asalxon. Xonsaroy sotuv bo'limlarida regionalniy menejer bo'laman. Bugungi suhbatingizga chaqirganingizdan Xudo xolasa xursandman. Assalomu alaykum Asal, xush kelibsiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Da, ovozingiz yaxshi eshitilyapti. Sizni ham ko'rib turganimdan xursandman. Ovozingiz yaxshi eshitilyapti. Unda bugun boshlaymiz. Xudo xolasa bugungi mavzuyimiz Toshkentda ko'chmas mulk narxlari qanday o'sib bormoqda? Shu haqida gaplashamiz. Ozgina o'zingiz haqingizda birinchi tanishtirsangiz, kim bo'lib ishlaysiz, qayerdansiz, o'zingiz haqingizda bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat. Xo'p, ismim aytganimdek Bektayeva Asalxon. Xonsaroy qurilish kompaniyasida 2021-yildan beri faoliyat olib boraman. Va karyerniy rost orqali hozirgi kunda o'sha sotuv bo'limi regionalniy menejeri lavozimida ishlayman. Call centerdan boshlaganman, keyin sotuv bo'limiga o'tib, mijozlar bilan ishlash, ya'ni sotuv bo'limida menejer lavozimiga ham ishlab kelganman. Hozirgi kunda yashash manzilimni aytadigan bo'lsak, yashash manzilim Toshkent viloyatida bo'ladi. Xo'p. Asosan qiladigan ishimiz o'sha mijozlar bilan ishlash va mijozlarga investitsioniy yoki bo'lmasam yashash uchun oladigan mijozlarga Xonsaroy qurilish kompaniyasi pullarini Zo'r. Sizga SMS kelyapti shekilli. Ovozini o'chirib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Zo'r. Xo'p, unda keling bir umumiy tushuncha bersak, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bugungi kunda mana Toshkentda, O'zbekistonda narxlar o'sib ketyapti, tushib ketyapti? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersak, keyin menda sizga beradigan ba'zi savollarim bor, obunachilarimiz qiziqqan, hamkorlarimizni qiziqtirgan savollar bor, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, narxlarni qanaqa holatda hozir deydigan bo'lsak, Toshkent shahrida narxlar to'xtagani yo'q yoki tushib ketgani yo'q. Narxlar o'smoqda hali ham. Faqat bizda bo'lgan o'tgan yillar, undan oldingi yillar narxlar keskin, juda tez ravishda ko'tarilganligi uchun va u tez o'sish hozirgi kunda to'xtab qolganligi uchun to'xtamadi, sekinlashdi, o'zini holatiga qaytdi. O'shaning uchun xuddi narxlar tushganda yoki bo'lmasam to'xtab qolgandek tuyulyapti. Aslida narxlar har doim o'sgan va undan keyin o'sadi deb bilaman. Chunki talab hali ham bor. Bizda O'zbekistonda yangi qurilishlarga talabimiz hali ham bor va bu to'xtagani yo'q. Yaqin 10 yilga, даже 10-15 yilga hali talab bo'ladi. Aynan Toshkent shahriga talab juda ham ko'p. Sababi, masalan, infratuzilmalarimiz yaxshilanyapti. Ko'proq yangi Toshkent qurilishni boshlayapti. O'shani hisobiga ham narxlar, talab o'sha to'xtamaydi. Tug'ilish soni ham juda ko'proq bo'lganligi uchun. Zo'r. So'nggi yillarda demak Toshkentda ko'chmas mulk narxlari qanday o'zgardi?
nimalar ta'sir qilyapti ko'chmas mulklarni? Ozgina texnik nosozlik bo'lib qoldi. To'g'rilab oldingizmi? To'g'rilab oldim. Qaytadan savolingizni ayta olasizmi? So'nggi yillarda mana Toshkentda ko'chmas mulk narxlari qanday o'zgardi? Nechinchi yil mana boshlandi, nechinchi yilgacha bu bo'ldi? Shu haqida bir aniqroq ma'lumot bersangiz, sababi ko'pchilikga qiziq, narxlar o'zgaryapti. O'sha nimadan boshlangani? Tushunarli. Xo'p, so'nggi yillarda deydigan bo'lsak, aynan 25-yilni gacha bo'lgan yillarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, to'g'ri 2024-yil ozgina pasayganga o'xshadi. Lekin to'xtagani yo'q. Undan oldingi yillarni qaraydigan bo'lsak, 2023-2022-yillarni qaraydigan bo'lsak, narxlar keskin ko'tarildi. Bu yillarda 23-yilda kosmetik уже ko'tarilishdi. Bunga kerakli sabablar ham bor. 23-yilda qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizda moratoriya e'lon qilindi. Bunga ham sabablar bo'ldi. Ya'ni bunga birinchi o'rinda ob-havo, o'zimizning O'zbekiston sharoitidagi ob-havomiz ta'sir qildi. Esingizda bo'lsa, anomal sovuq bo'ldi. Da. Va bu anomal sovuqni ta'siri juda katta bo'ldi novostroykalarga. Chunki anomal sovuqda ko'p qurilishlarimizda ozgina kamchiliklar borligi bilindi. O'sha sababdan gaz tanqisligi bo'lgan, svetlar o'chib qolgan, ko'pchilik ko'p rayonlarda gazlar bo'lmagan. Shunaqa bo'ldi va shu sababli davlatni talabi quruvchilarga oshdi. Oshgandan keyin, endi bundan keyin bu talabni oshgani ham yaxshi bo'ldi. Endi bundan keyin ne только uyni soniga, ya'ni sifatiga ham qarashga уже quruvchi majbur bo'ldi. Shuning uchun sifat oshgandan keyin narx ham обязательно oshadi. Chunki to'g'ri. Issiq uy bo'lish uchun, masalan, утеплениyaning sonini ko'paytirishdi yoki bo'lmasam gaz bilan ta'minlashni bitta emas, 2-3 xil yo'llarini talab qilishni boshlashdi. Shu sabab bo'ldi va undan tashqari o'sha yilni o'zida esingizda bo'lsa, Turkiyada ham zilzila bo'ldi. Yangi endi yaxshi hodisa emas, lekin bundan dars olsak ham bo'ladi. Uylarni sifatiga bo'lgan talabni oshishi ham shu sabab bo'ldi. Baribir endi hech kim garantiya bermaydi, что hech qayerda zilzila bo'lmaydi degan. Menimcha hech kim garantiya bera olmasa kerak. O'shaning uchun zilzila bardoshli uylarni sonini ko'paytirish davlat tomonidan уже qat'iy qaraladigan bo'ldi. Bu ham 2023-yilda narxlarning oshishiga juda ham katta уже rol o'ynadi. Va chet el fuqarolarining O'zbekistonga kelib arendaga o'tirishlari ham juda ham katta ta'sir qildi. Ya'ni migratsiya. Zo'r. Ijara bozorini ham o'sishiga olib kelgan narsa shu bo'ladi deb o'ylayman. Sababi ko'p migrantlar mana Rossiyadan, Qozog'istondan, boshqa qo'shni mamlakatlardan juda ko'p insonlar O'zbekistonga tashrif buyurishni boshlagandan keyin albatta bu 100% narxi, ya'ni imенно ijara narxlarini oshishiga olib keladi. O'sha yili o'zimni ham esimda, o'zimni ham uyimni arzonga sotib, yana arzonroq uy, endi bu undan oldingi bo'layotgan holat, 1 yil oldin bo'layotgan holat, arzonga uyimni sotdim-da, boshqa joydan arzonga uy oldim, o'sha narx 3 baravariga o'sib ketdi. Oddiy holatda $40,000 2 xonali uy sotgan edim. Uni hozirgi kundagi narxi уже 120 ming, 130 minglarga sotsa bo'ladi. Ya'ni o'sha payt 40 mingga uy sotib, 45 minglarga uy olgandim-da. Xuddi shu siz aytayotgan davrlarga to'g'ri keladi bu ham. Aynan 22-23-yillarda bo'layotgan gap bo'lsa kerak. Endi omillari ko'p. Endi bitta omili siz aytgandagi chetdan odamlar kirib keladigan bo'lsa, ikkinchi omillari ham bor. Ya'ni imенно O'zbekiston hududining Toshkent baribir poytaxt bo'lgandan keyin boshqa viloyatlardan o'zimizga kirib keladigan insonlarning soni ham ko'paydi.
o'sha anaman sovuqdan keyin, karantindan keyin hamma baribir poytaxtga talpinib, poytaxtda baribir biznes kuchaydi, investitsiyalar oshdi. O'sha sababli ham Toshkentdagi narxlar tez o'sib ketdi. Mana hozirgi kungacha o'sgani ta'sir qilib, 2025-yil уже mana boshidan hisoblaydigan bo'lsak, ozgina tushdi-yu, taxminan 23-24-yil 35-40% ga o'sgan bo'lsa, hozir o'sha ko'rsatkich 15-20% ga to'g'ri keladi, adashmasam. Albatta. Yangi ish o'rinlari va sanoat zonalari ko'paydi. Bunga nima deysiz? Bu ham narxga ta'sir qiladimi? Narxga ta'sir qilishi endi 100% demayman, foizi kamroq bo'ladi-ku, lekin yangi ish o'rinlarini paydo bo'lganligidan keyin mana klientning portreti o'zgarishni boshladi. Masalan, 22-yildan yoki 23-yilga nisbatan 25-yilning klient portreti o'zgardi. Ya'ni oldin insonlar, ko'proq odamlar o'rtacha oylikda, endi Toshkentni olaman, 10 million atrofida bo'lsa, yuqori oyliklar hozirgi kunda bu ko'paydi. Ya'ni odamlar ko'proq biznesga ko'proq urg'u berilyapti. Bizada o'zini kasbini ustalari ko'payishga boshladi. Shuning uchun odamlarning qo'lida pul, ya'ni oylik topish daromadi sal ko'payganligi uchun klient portretlari ham o'zgargan. Masalan, o'zim hozirgi kunda klient mijozlarini ko'radigan bo'lsam, oldin asosan mana yoshi katta odamlar xarid qilardi-da, 30 yoshdan keyin. Hozirgi kunda men hayron qoldirayotgan, juda katta, даже aytolmayman, bu foiz ko'payyapti. 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan mijozlarimiz ham ko'paydi. Ilgari bu 100 tadan bitta, 100 tadan ikkita bo'lardi. Hozirgi kunda o'sha 100 tadan 20 taga, o'sha 30 tagacha chiqyapti. Ya'ni yoshlarimiz ham yaxshi daromad qilishni boshladi. Demak, aytmoqchisizki, uy olish, недвижимость sotib olish kuchaygan, ya'ni oyliklar oshganini hisobiga demoqchisizda? Odamlarning daromad olish imtiyozlari ko'paygan va odamlar bundan yaxshi daromad olgandan keyin o'sha ko'pchilik, ya'ni yoshlar ham tushundi, что faqatgina uy joyga tikibgina uy joy bozori hech qachon o'lmasligini tushunib, uy joyga investitsiya qilayotgan yoshlarimiz ham soni ko'paydi. Bo'lib qoldi menda uzr. Menda yana shunaqa narsa savolim bor. Ya'ni yangi ish o'rinlari ko'paydi, odamlar pul topishi yaxshilandi. Bu baribir odamlarni investitsiya salohiyati, moliyaviy savodxonligi o'sganda deb o'ylayman, to'g'rimi? Da, albatta. Chunki oxirgi yillarda moliyaviy savodxonlik bo'yicha bizada juda ko'p o'zi prezidentimiz tarafdan ham imkoniyatlar yaratib berilyapti. Odamlar investitsiya nimaligini tushunyapti. Xuddi mana bizani Xonsaroy Moneyga o'xshagan platformalar ko'payyapti. Ya'ni investitsiya qilib daromad olish imkoniyatlari, biznesini rivojlantirish imkoniyatlarini keng yoritib berilyapti. Davlat tarafdan ham imkoniyatlar berilyapti-da. O'sha narsani hisobiga ham deb o'ylayman, investorlar именно недвижимостьga pul tikyapti, boshqa sohalarga pul tikyapti. Keling, mana klient portreti dedingiz, shu portret haqida ko'proq ma'lumot bersangiz, o'zi nima degani o'zi klient portreti? Kimni tasavvur qilsak bo'ladi? Недвижимостьga investitsiya kiritayotganlarni. Xo'p, недвижимостьga portret haqida 100% sizga kitobiy tilda emas, oddiy o'zimizdan jaydari tilda tushuntirib berdik. Xo'p. Portreti, ya'ni mijozning portreti deganda, boya tushuntirib o'tganimdek, to'la bilan olish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs desak, uni asosan ish joyidan kelib chiqib, daromadidan kelib chiqib, yoshidan kelib chiqib, uni salohiyatidan kelib chiqib, uni tasvirlashimiz mumkin. Masalan, oddiy misol, endi bu yomon ma'noda aytmoqchi emasman, yaxshi ma'noda aytmoqchiman. Ilgari bizda mana 2022-yilga borib taqaladigan bo'lsa, xarid qiladigan mijozlarimiz investorlarga nisbatan yashash uchun juda ko'p olishardi.
qanaqa qatlamadi? Ko'proq masalan dehqonlar, chunki ko'p bir yilda bir marta yaxshi daromad oladigan dehqonlar bo'lardi, yoki bo'lmasam bir katta bizneslari bor aholi edi. Hozirgi kunga kelib masalan mijozlarimiz orasida o'qituvchilar ham bor, yuristlarimiz ham bor, yoki bo'lmasam kichkina biznes egalari ham bor, ya'ni davlat organlarida ishlaydigan mijozlarimiz ham bor. Bu degani bizani aholimizni, Toshkentdagi polni O'zbekistondagi aholimizni o'zini salohiyati kuchaygan sayin ya'ni qo'lda pul paydo bo'lyapti va mijoz faqatgina puli bor biznesmen emas, hozirgi kundagi mijozlarimiz, ya'ni oddiy xalq ham uy olish salohiyatiga yetib keldi. Shunaqa deb bilaman. Chunki pul topishni уже o'rgandi ko'p aholimiz. Ya'ni qo'polroq tushuntiradigan bo'lsam, oddiylikdan sal ko'tarildik-da, yuqoriga chiqdi, sal bo'lsa ham foizlarda. Mana o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, nima uchun odamlar aynan недвижимостьga investitsiya kirityapti? Mana sizlarda o'zi ko'proq uy yashash uchun olishadimi yoki investitsiya kiritish uchun olishyaptimi hozirgi kunda? Hozirgi kunda yashash uchun kam, yashash uchun masalan 100% deydigan bo'lsak, 40% aholi yashash uchun olyapti. Lekin qolganlari asosan investitsiya uchun olishyapti. Nima uchun? Chunki mana menga bitta tanish insonim zo'r podkast bergandi. Insonni yashashi uchun ikkitagina narsa kerak. Ya'ni birinchisi bu oziq-ovqat bo'lsa, ikkinchisi bu uy-joy, ya'ni boshida tomi bo'lishida kirishini. To'g'ri. Вот. Oziq-ovqatga siz investitsiya kiritadigan bo'lsangiz, o'ta risk baribir. Mahsulot bo'lgandan keyin o'ta risk, juda katta risk, mayda narsa, uning orqasidan yurishingiz kerak. Siz u joyga pul tikadigan bo'lsangiz, u hech qachon o'lmaydi. U joyga pul tikish hech qachon o'lmaydi. Shuni odamlar уже tushunib yetgan holatda, уже u joyga pul tikish juda ham ommalashdi. Hozirgi kunda kelayotgan boy aytdim-ku, 40% aholi yashashga kelayotgan bo'lsa, qolgan 60% aholimiz investitsiyaga yoki bolamga, nevaramga sovg'a sifatida olib qo'yaman degan mijozlarimiz soni ko'p, juda ko'p. O'zimga emas, bolamga, nevaramga уже shu holatga ham yetib keldi. Va agar u joyga pul yetmaydigan mijozlarimiz bo'lsa ham, biz hozir yangi imkoniyat qilganmiz. Bu Xonsaroy Money loyihamiz ham bor. Bu ham baribir недвижимостьga pul tikish. To'g'ri. Foydasi, men o'zim o'rganib chiqqanimda foydasi juda yaxshi va kam pul bilan kirib, masalan, yaxshiroq daromad olishingiz mumkin. Risksiz, ya'ni biznes qiladigan, men o'zim biznes qilib ko'p bizneslar qilgan qizman, o'shaning uchun ayta olaman, biznes qiladigan bo'lsangiz, har qanaqa biznes orqasida mashaqqat bo'ladi, turishingiz kerak boshida. Mehnat turadi, katta risk turadi. Katta risk turadi-da. U o'xshab ketsa, o'xshamasa joylari ham bor. Chunki o'zim ham necha marta tushgan joyim bo'lgan. Biznesda sabr juda kerak. O'shaning uchun Xonsaroy Money juda yaxshi platforma. Men o'zim ham kerak bo'lsa shunga xudo xolasa harakat qilaman. Hech qanaqa bosh og'riqlarsiz ishonchli va foyda olib keladigan platforma deb bilaman. Mana недвижимостьni investitsiya uchun olishyapti. Buni yillik daromadi qancha hozirgi kunda? Rentabilность, ya'ni ROI deymiz, rentabilность investitsiya. Uni yillik daromadi qancha olib keladi? Agar men uy sotib oladigan bo'lsam, kotlovan paytida, keyin uni sotadigan bo'lsam, u qanchalik menga yiliga necha foizga foyda olib keladi? Xo'p, tushundim sizni. Qarang, 2024-yilgacha bu 32% gacha ko'tarildi. Даже bir xil foiz ham bo'ldi. Ayrim hollarda. To'g'ri, 25-yilga borib xuddi shu 32% emas-ku, lekin bu foizlar endi 7-8% dan 15% gacha bo'lyapti hozirgi kundagi. O'shaning uchun u joyni narxi o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, yillik qo'rqmasdan ayta olamiz 20% sizga daromad olib keladi. Недвижимость pul tiksangiz. Lekin kotlovandan uy olganingizdan keyin albatta bu kam
foiz emas kotlovanda, chunki siz boshida boshlang'ich eng minimal narxda olasiz. Keyin uy bitgan sayin, ya'ni uyni etaji ko'tarilgan sayin narx уже ko'tarilishni boshlaydi. Shuning uchun foizlarda aytadigan bo'lsam, 2 barobar oshishi, 3 barobar oshishi bu garantiya bera olamiz. Даже primer ham keltira olaman. Bizani Xonsaroy kompaniyasida mana hozirgi kunda bitgan loyihalarimizdan boshligi narx qanaqa bo'lgan, hozirgi kunga kelib уже 3 barobar narxi ko'tarilgan loyihalarimiz ham bor. O'shaning uchun qo'rqmasdan bu joyga investitsiya kiritish mumkin. Zo'r. Mana qarang, kotlovanda sotib olsa bo'ladigan uylarimiz bor, vtorichka bor. Hammamiz biladigan o'sha oldin qurilgan uylar. Qaysi biri ko'proq foyda olib keladi? Investorlarga, ya'ni uy sotib oladigan bo'lsa, uy xarid qiladigan bo'lsa. Vtorichka ikkilamchi bozordagi eski uylarni aytmoqchisiz. Da. Хорошо. Hozirgi kunda hamma narsani srok godnosti degan narsasi bor, ya'ni srogi bor, muddati bor. Vtorichniy uylarimizda ham yaxshi qurilgan vaqtida, lekin ularni ham muddati kelib qoldi-da. Masalan, eng основной Toshkentdagi uylar o'sha zilziladan keyin 66-yildan keyin qurilgan uylarimiz. Уже bunga 50-60 yil bo'ldi-da, uylarni qurilganiga. Уже 60 yil bo'ldimi, bu degani srok godnost kelib qoldi, ya'ni xizmat ko'rsatib berish yili tugayapti. O'shani hisobiga ham ikkilamchi bozordagi uylarning narxi tushishni boshladi. Va baribir yangi narsa, o'zingiz bilasiz, yaxshiroq, chem eskiga nisbatan. Chunki yangi uyda ham qulayliklari ko'proq bo'ladi. Keyin zamon talabiga sal javob beradigan bo'ladi, xavfsiz bo'ladi. O'shani hisobiga ham hozirgi kunda yangi qurilayotgan uylarga talab ko'paygan. Hatto o'zimizning mijozlarimizning orasida bo'lgan, o'zini yashab turgan uyini sotib, kotlovanimizga pul tikib, o'zi 2 yil ijarada turishga rozi bo'lgan mijozlarimiz ham bo'lgan. Bu praktikamda o'zimda bor. Zo'r. Ya'ni uyini yangilash maqsadida shunaqa mijozlarimiz ham hozirgi kunda soni ko'proq. Bir yil esimda Turkiyada o'sha boya aytib o'tdingiz, Turkiyada yer qimirlagandan keyin juda ko'p insonlar nabarot vtorichkani sotib olishni boshlagan-ku. Unga nima deysiz? Qanaqadir standartlari bormi? O'sha yangi qurilayotgan uylarda standartlar bo'lishi kerak. O'sha siz aytgandek 60 yil, 100 yilgacha chidamiylik degan narsalar bor. Ularga Xonsaroy qanaqa talab qo'ygan, qanaqa javob beryapti? Xo'p, Xonsaroy qurilish kompaniyasi hozirgi kunda mana 3 xil uyni qurish usuli bo'ladigan bo'lsa, masalan, panel bor, sandwich panel deymiz, undan keyin uylarimiz bor va undan keyin monolit uylarimiz bor. Endi uyni baquvvatligi, uni ishlatilayotgan mahsulotidan, standartlari bor, o'zi shenka bo'yicha standartlari bor. O'sha bo'yicha o'lchanadi. Eski uylar baribir zo'rda degan jumla bor. Bu sizda asosan bizda emas, bizning ota-onalarimizda bu gap bor. Chunki ular sinovdan o'tdi-da, mana necha yil xizmat qilib berganini ko'rishyapti-da, o'shandan kelib chiqib eski uylarimiz baribir zo'r degan мнениyaga kelishgan. Endi hozir где-то 50 yildan keyin ko'rasiz, o'sha paytda qurilgan uylar zo'rda degan gap chiqadi 50 yildan keyin, xudo xolasa. Chunki sinov muddatidan o'tib bo'lgan bo'ladi. Yangilarni ko'p aholi, mana ota-onalarimiz hali ko'rmadi, hali o'zlarini sinovligidan o'tkazib bo'lmaganliklari uchun hali bu qarorga kelishlari juda qiyin. Lekin biza po faktu qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda qurilish standartlari bor. Ya'ni bino qancha baland bo'lsa, qancha marka beton ishlatish kerak, qanaqa mahsulot ishlatish kerak degan narsalar bor. Po faktu qo'yib beradigan bo'lsak, Xonsaroy qurilish kompaniyasi keragidan ortiq ishlatiladi. Bizda bitta shior bor. Mayli foyda kamroq bo'lsin, zato sifatli bo'lsin degan shior bor-da. Bizda xom ashyodan chegirib qolish, xom ashyoni tejash degan narsa yo'q, umuman yo'q.
Masalan, 800 kilo armatura ketadigan joyga 1 tonna bemalol ishlatamiz. Даже 1,5 tonna ham ketgan holatlari bo'ladi. Ya'ni bizda birinchi o'rinda sifat turadi. O'shaning uchun ishlatayotgan mahsulotlarimiz ham полный российский armatura ishlatamiz. 350-300 marka ishlatadigan joyda 450-400 marka betonlar ishlatamiz. O'shaning uchun Xonsaroy qurilish kompaniyasi birinchi o'rinda sifatga javob beradi. Sifatga ya'ni qaratilgan. Qurayotgan uylarimiz ham xudo xohlasa 9 ballgacha deb beramiz. Boya aytib o'tdim-ku, 3 xil etapda bor qurilishni qurish. Biza o'sha ko'p yillik va ko'proq zilzila bardoshlilik uy qurish maqsadimiz. Tez 1 yilda ko'tarmaymiz, 2,5 yilda ko'taramiz, zato sifatli uy ko'taramiz. Чтобы xalqqa ko'proq muddat yaxshiroq xizmat qilsin degan maqsadda. Zo'r. Mana investitsiya qildik, nedvijimiz sotib oldik. Yangi oilalarga nimani maslahat berasiz? Mana bizada ko'p yosh oilalar bor. O'sha yosh oilalar o'zi asosan yosh oilalarga deb sotib olinyapti uylar, ular bir xilda investitsiya deb hisoblaydi shu narsani o'ziga. Qanchalik ularga bu foyda bo'ladi? Uni kutish, 2 yil, 3 yil kutish yosh oilalarga. Yosh oilalarga keladigan bo'lsak, endi yosh oilada daromad unaqa katta bo'lmaydi. Da. Keyin bir taraf va ikkita taraf birdaniga ishlamaydi, bir taraf ishlaydigan bo'ladi. Yoshlarga bu qaytanga yaxshi. Birdaniga katta pul to'la olmaydi. Ko'p o'zimizdan ham kelib chiqadigan bo'lsak, katta pul birdaniga topish qiyin. O'shaning uchun investitsiyaga, ya'ni bo'lib to'lashgami yoki mana Xonsaroy Money berayotgan imkoniyat, pul yig'ib olish uchun, pulni ko'paytirib olish uchun berilayotgan imkoniyatlardan qaytanga foydalanganlari yaxshiroq. Va masalan, bir oyda ko'proq rasxod qilishi mumkin, bir oyda kamroq rasxod qilishi mumkin. Shunga qarab mana Xonsaroy Moneydan qo'shimcha kvadratlar sotib olishi mumkin. Men Xonsaroy Moneyni o'sha yosh oilaga qo'lida masalan katta summasi bo'lmagan mijozlarga ham tavsiya qilaman. Hatto bu bosh to'lovni yig'ib olishiga ham yordam beradi Xonsaroy Money. To'g'ri. Da. Ikkita odam, mana bir tarafni ishlab ham hatto buni 1 yil davomidami, 6 oy davomidami bosh to'lovini yig'ib olsin. O'shaning uchun ham Xonsaroy Money juda ham katta yordam beradi. Jo bo'lmasa har oyda bitta kvadrat sotib olsin. Bu ham shunaqa. To'g'ri. O'zi bunda olib qarasak, investitsiyaga agar pulini tez aylantiraman desangiz, Xonsaroy Money bu idealniy platforma. Sababi hozir berilayotgan taklif aynan Fazo proyekti berilyapti va Fazo proyekti orqali 2 yil ichida o'zini pulini 100% gacha ko'paytirib olish imkoniyati bor. Sababi yiliga 30% gacha deyilyapti. Agar proyekt 3 yilga cho'ziladigan bo'lsa, masalan, aytaylik 100 million so'm kiritadigan bo'lsa, birinchi yil 100 millionning 30% 130 millionga aylanadi. Keyingi yil o'sha 160 million, 3-yil 190 millionga aylanadi. Agar proyektni oxirigacha kutadigan bo'lsa, albatta buni birga bir pulini chiqarib olsa bo'ladi va yana yangi loyihalarga tikadigan bo'lsa, Xonsaroy Money juda zo'r imkoniyat yaratib beryapti o'zimda olib qaraydigan bo'lsak. Lekin baribir bizada eskilarda qanaqa odat bor? Mana yangi platformalar endi yangi chiqyapti, bu oxirgi yillarda chiqayotgan imkoniyatlar-ku. Hamma yosh kattalar nimaga o'rgangan? Tilla sotib oladi, olib qo'yadi, sandig'iga solib qo'yadi, o'sha sandig'ida o'tiradi, keyin narx ko'tarilganda, kerak bo'lganda sotadi. Yoki uylarni ham sotib olish maqsadi ertaga narx ko'tarilganda sotadi. Va ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lgan o'zimni tanishlarimni ham ko'rganman. Mana shu qatlaman paytida sotib oladi. Masalan, 3 yilga yoki 4 yilga bo'lib to'rab, ertaga uy bitgandan keyin juda katta rasxod, ya'ni remontga ketadi. 20 ming, 30 ming, ya'ni 200 million, 300 million so'mda remontiga rasxod ketkizib turib, keyin uni sotishga to'g'ri kelganda yarim yil, 1 yillab uni sota olmagan tanishlarim ham bo'lgan. 2 yillab sota olmagan tanishlarim ham bo'lgan. Arendaga qo'yaman deydi, lekin arendaga qo'yaman desa, narx boshqacha, ya'ni narxlar bir xilda tushib ketadi, bir xilda ko'tariladi, o'zi xohlagan narxlarga qo'ya olmaydi.
Sababi o'zbeklar nima o'zbekchilikda man ko'proq topishim kerak, ko'proq pul qilishim kerak deb keraklidan ko'proq narxi talab qiladi. O'shani hisobiga ham ijaraga turadigan odam topilmaydi. Xonsaroy Moneyda eng zo'r imkoniyati nimada? Bugun investitsiya Xonsaroy Moneyga agar kirgizadigan bo'lsa, uni ulushini Xonsaroy Moneyni o'zi qaytadan sotib oladi. Zaявka bergandan keyin 1 oy ichida pulini chiqarib olsa bo'ladi. Bu albatta zo'r imkoniyat. Lekin hozir endi qaytamiz, nedvishkaga borib qaytamiz-da, turar joylarga. Asal qarang, nima deb o'ylaysiz? Umumiy Toshkentni oladigan bo'lsak, qaysi rayonlarda narxlari tez ko'tariladi va qaysi rayonlarda o'sha podkatlaman sotib olsa bo'ladi? Qaysi rayonlarda ko'proq narxlar yaxshi? Tushunarli. Xo'p, qaysi tumanlarda deydigan bo'lsak, men aynan shu tumanda deb aytolmayman, lekin hozirgi kunda o'sha o'zimizning praktikamizdan kelib chiqib ayta olaman. Bunaqa narsa borda, qimmat narsani sotish ham qiyinroq bo'ladi, xaridori ham kamroq bo'ladi. O'rtacharoq narsani sotish osonroq, xaridori ham o'rtacha bo'ladi-da. Mana iPhone'dan solishtiradigan bo'lsak, iPhone'ni o'zi chiqadi, Pro'si chiqadi, Pro Max chiqadi. Pro'si naborot yaxshi sotilar ekan-da, ya'ni o'rta qadar. O'shaning uchun men tavsiya qilardim, unaqa juda qimmat tumanlarga pul tikkanni foydasi men bilaman kam deb bilaman. Chunki mana qimmat tumanda yashaganingizdan keyin u yerda naloglar ham qimmat bo'ladi, produktlar ham, bozorni oziq-ovqat ham qimmatroq bo'ladi. Shunga yarasha bo'ladi-da. O'shaning uchun men har doim aytardim, что unaqa qimmat bo'lmagan, lekin hamma narsa bor tumanlarga pul tikkan yaxshiroq deb bilaman. Sotish osonroq, ertaga ijarachi topish ham osonroq. Men o'zim ayta olaman, что Yunusobod 100%. Yunusobodda talab har doim bo'lgan Yunusobodga. Keyin Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy ham yaxshi. Undan tashqari hozir mana Yashnobod juda ham yaxshi rivojlanyapti. Chunki u yoqqa yangi Toshkent tushyapti. O'shani hisobiga ham Yashnobod tumanlarimiz ham yaxshi rivojlanib ketyapti. Va qolgan tumanlarimiz ham yomon demayman, yaxshi. Mana bizda o'zimizda Mirobod, mana как раз fazo loyihamiz joylashgan tuman, Mirobod tumanida loyihamiz bo'lgan, uni topshirdik. Kadastrlar ham yaqinda chiqdi, odam egalariga topshirdik. Qo'yliq, Salom Qo'yliq loyihamizni boshda olganda Katlovan paytida boshqacha narx edi, hozir narxlar уже ancha ko'tarilgan. Olgan mijozlarimiz ham bundan xursand. Aynan fazo loyihasi ham Mirobodda joylashgan va Mirobod fazoni joylashgan joy menga juda yoqdi. O'zim o'rganib chiqib, o'zim yaxshi ko'rib qoldim bu obyektni. Birinchidan odam soni kam, tinchlik xohlaydigan aholi uchun aynan yaxshi. Sizni gapingiz ham bo'lib qoldi. O'sha qaytadigan bo'lsa, qaysi tumanlarda narxlar haqida gaplashyotgandik. Meni fazo loyihasi to'g'risida ma'lumot beryotdingiz. Uni hozirgi kundagi kvadrat metri qanchadan boshlangan? Hozirgi kunda sotuv bo'limimizdagi narxlarimiz eng minimalniy narxlarni aytaman. $1050 boshlangan. Loyihamizda eng minimal tepa yuqori qavatlarimiz shunaqa. Lekin katlovan bo'lganligi uchun shunaqa arzon, lekin ertaga men bunga 100% ishonchim komil, narxlari hozirgi kunda vatan loyihamizdan narxlarga tenglashigan. Chunki vatan loyihamiz ham boshida shunaqa narxlarda edi, hozirgi kunda kosmetik ko'tarilib ketdi-da. Mana hozir 1 soat oldin bo'layotgan primerni aytaman. Bitta mijozimiz uy olib ketgan, vatan loyihamizdan keldi. Men vatandan yana uy olmoqchiman deb narxlarni ko'rib hayron qoldim. Men shuncha foydaga kirdimmi 1 yilda deyaptilar-da. Ha, shuncha foydaga kirdingiz deb tushuntirib beryapmiz. Bo'ldi, yana olaman, lekin menga yana katlovan bering, narx tez o'ssin shunaqa dedi. Srazi fazo loyihasini taklif qildik, joyini ko'rsatdik. Ma'qul bo'ldi, juda ham yoqdi o'ziga. Srazi mana do'g'ri qilishga xudo xolasa уже tayyor. Ya'ni narx oshishi fazo loyihasida ham xuddi shunaqa bo'ladi deb bilaman.
chunki ko'rinish jihatdan ham joylashuv jihatdan ham juda ham chiroyli loyiha bo'lgan. Atrofida ham masalan eski uylarning atrofida emasda, yangi uylarning atrofida, ya'ni yangi, hamma joy yangi bo'ladi. Va shahar markaziga ham, shahar tochkalariga ham yaqin 15 minut 20 minut hisoblab chiqdik. Mana Buyuk Ipak yo'liga 8,5 kilometr ekan. Farg'ona yo'li bo'lganligi bilan masalan ertaga Oybek taraflarga ham xuddi shunaqa yaqin. Aeroport ham yaqin. O'shaning uchun infratuzilmasi juda ham zo'r. Fazo loyihasi. Da. Qarang, mani qo'limda shunaqa ma'lumotlar bor. Mirobod rayonida o'zi o'rtacha kvadrat metrlari, o'sha yangi uylarning kvadrat metr narxlari 1850 1900 dollarga teng ekan. Fazo loyihasi 1050 dollardan boshlandi deyapsiz, to'g'rimi? Hozir qatlaman paytida 950 dollar. Bizni investitsiyaga taklif qilayotgan narx imенно Xonsaroy Money platformasi orqali investitsiya kiritadigan bo'lsa, fazo loyihasida 950 dollardan boshlanyapti, ya'ni so'mda 12 350 ming so'mdan. Demak, investorlar bemalol birga bir buni foydasini ko'ra oladi degan narsani beryapti-da bu menga. Sababi 950 dollarga hozir bersak, o'rtancha narx Mirobod rayonida, men o'rtasini olganman. Mani qimmat uylarni ham emas, arzon uylarni ham emas, o'rtasini olganman, 1850 dollarni ko'rsatyapti. Bitgan uylar 140 ming, ya'ni 2 xona, 3 xonali uylarni hisoblaganmiz, 140 ming dollarni ko'rsatyapti-da, statistika bo'yicha. Xuddi shunaqa. Demak, investorlar bemalol fazo loyihasiga hozir Xonsaroy Money orqali investitsiya kiritadigan bo'lsa, birga bir foyda ko'rish imkoniyatini ola oladi ertaga. Uy bitgandan keyin. Xuddi shunaqa. Men fazo loyihasini nima deb aytayman? Bizda hozir mana ikkalamiz, siz manisini sotsangiz, men uyini sotaman, Albatta. O'shaning uchun ikkalamizning xaridorlarimiz ham fazo loyihasidan olishi maslahat emas, olishi shart deb bilaman. Chunki fazoni narxi oshishi bu aytaman 100% emas. Men spetsialist sifatida aytaman, ya'ni mutaxassis sifatida aytaman, 200% narxi oshadi. O'sha hozirgi kunda atrofidagi uylarni tayyor uy bilan kotlovani solishtirish noto'g'ri-ku, lekin o'sha narxga baribir fazo ham yetib boradi. Bugun albatta yetib boradi. O'shaning uchun hozir 950 dollardan bo'lsa, ertaga 1800 bu 100% hozirgi kunda уже isbotlangan narsa. Hozirgi tayyor uylarimiz 1800 bo'lgani bilan narx tushadi-ku, tushib qolsa-chi degan narsa odamlarda bo'lishi mumkin, lekin narx tushmaydi. Chunki shuncha odam xarid qildi, uni zararga hech kim sotmaydi. O'shaning uchun narx tushmaydi. O'shaning uchun bemalol fazo loyihasidan sizning mijozlaringiz ham olishini shart deb bilaman. Yutqazmaydi. To'g'ri. Endi baribir Mirobod rayon biz bilamiz, bu elitniy rayonlardan bittasi. O'zi eng zo'r narxlar hozirgi kunda Mirobod rayonida bor. Shayxontohur va Mirzo Ulug'bekda uylarni olish umuman komfort hisoblanadi, to'g'rimi? Elitniy rayonlar hisoblanadi. Mirobod ham ularning ichida birinchi o'rinlarda turadigan rayon hisoblanadi. Shuni hisobiga ham fazo albatta Xonsaroy Money orqali investitsiya uchun eng zo'r proyektlardan bittasi deb hisoblanyapti. Albatta. Zo'r. Xo'p, kelgusi 5 yil ichida nimalarni aytib bera olasiz? Narxlar qatga ketishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Kelayotgan mana 2025-yil, 2030-yilgacha ham imенно turar joy narxlarini aytadigan bo'lsak, qaysi tarafga ketamiz? Pastgami, tepagami? Xo'p, tushundim sizni. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda narxlarni yaqin 5 yilda narx ko'tariladi deb bilaman. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, infratuzilmamiz rivojlanyapti. Undan keyin men o'sha kuni bir hafta oldin narsani ko'rdim-da. Chegaradan o'tganmisiz hech? Qozog'istongami, qaysi chegaradan o'tganmisiz? Da, albatta. Endi uyliklarim kelish kerak edi, kutib olishga chiqyapman. Qozog'istondan bizga shunaqa aholi ko'p kirib kelyapti. Yoshlar, asosiysi yoshlar. Keyin so'rayapman, nimaga qatga deb endi savol bo'ladi-ku. O'zbekistonda shunaqa chiroyli joylar ochilibdi, shuni ko'rishga kelyapmiz deyishyapti-da.
Ya'ni O'zbekistonimizda shunchalikda даже chet eldan yerinmasdan odamlar kelib ko'rishga kelyapti-da. O'shaning uchun men o'ylayman, shu O'zbekistonda narx oshadi. Chunki infratuzilmamiz juda ham yaxshilanyapti. Juda ham yaxshi joylar bizda ochilyapti. Mana turistik joylar ochilyapti. Undan tashqari yangi Toshkentlar qurilyapti. Magic City'ni shunchalikda ta'riflab berishyapti. Mana o'sha boshqa davlat fuqarolari. Men o'zim ko'rmagan narsalarni ularning ko'zida ko'rdim-da. Havaslaringiz kelib ketdimi? Da. Boshqa birov sizni uyingiz haqida maqtasa boshqacha eshitilar ekanda. O'shaning Maza uchun qilasiz, конечно. da, конечно, boshqatdan borib o'shalarni ko'zi bilan ko'rdim-da. Rostdan ham boshqacha ekanda. O'shaning uchun O'zbekistonda nafaqat Markaziy Osiyoda narx ko'tariladi. Yana endi bu emotsionalniy joylarni deb aytaman. Fakt bilan aytadigan bo'lsam, po faktu cheklovlar ko'paydi Toshkentda. Chunki o'zingiz ham xabaringiz bor, bizda bir yilda bir nechta qurilish kompaniyasi bankrot e'lon qilinadi. yoki nimadirlar odamlar pulni ola olmay ko'chada sarson boshqa degan holatlar ko'payib ketdi. Bu juda ham haddan oshib ketdi bu holat. O'shaning uchun o'zbek davlatimiz ham bitta qaror chiqardi. Ya'ni endi bu qaror уже iyundan ayrim tumanlarda ishga tushadi. Ya'ni escrow degan narsa. Va bu nimaga olib keladi? Mayda shunaqa noqonuniy ishlaydigan deymi yoki hali ish tajribaga ega bo'lmagan quruvchilarni bozordan chiqib ketishiga olib keladi. Va mayda quruvchi yoki bo'lmasam hali unchalik ish tajribaga ega bo'lmagan quruvchi bozordan chiqib ketgandan keyin katta kompaniyalar qoladi, lekin talab o'sha. Talab ko'p bo'lgandan keyin narx-navo, конечно, ko'tariladi, tushmaydi. Shu po faktu aytadigan bo'lsam, shu sababdan narx ko'tarilishiga olib keladi. Shuning uchun hozir aynan investitsiya kiritish, investitsiya olish vaqti deb bilaman. To'g'ri, gapingizga qo'shilaman. Ayniqsa mana hozir yangi Toshkent tumani qurilyapti. Unda quriladigan Grand Saray parklari bo'ladi, attraksionlar, turizm kuchayyapti. O'zbekistonda oxirgi yillarda juda kuchli turizm kuchaygan va bizani O'zbekiston o'zimizda olib qarasangiz, kartada eng o'rtada hamma boyliklarimiz bor, hamma imkoniyatlar bor, biznes qilish, rivojlantirish imkoniyatlari bor. Shu imkoniyatlarni ko'p bo'lganini hisobiga ham chet eldan bizaga juda ko'p investorlar kirib kelgan. Xitoyliklar mana kirib kelyapti. Hech kimga sir emas bu. Xitoyliklar kelib biznesini shu yerda rivojlantiryapti. Nimaga? Chunki infratuzilmasi zo'r O'zbekistonda. O'shani hisobiga ham O'zbekistonda mana men bekorga so'ramadim, 5 yil ichida narx ko'tariladimi? Albatta ko'tariladi. Sababi talab kuchayadi. Talab hozirgidan nisbatan ancha baland bo'ladi. Hozir masalan talabimiz kuchli deb aytayotgan sababi ham mana o'zingiz ham aytdingiz, chetdan Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan, qo'shni mamlakatlardan, Xitoylardan odamlar kirib kelyapti. Oldin chiqib ketganlar hozir yana qaytib kelyapti O'zbekistonga. Toshkent rivojlanib boryapti. Toshkentning infratuzilmasi kuchayyapti. O'sha narsani ham hisobiga albatta narxlar ko'tariladi va bugungi kunda endi beradigan tavsiyamiz nima? Investitsiya orqali pulini ko'paytirib olish imkoniyatlarini beryapti. Hozir zo'r davr keldi. Pulingiz bo'lsa, ortiqcha pulingiz bo'lsa, o'sha sandiqda saqlash kerak emas albatta buni. Uyda saqlash kerak emas, chunki uyda saqlangan pul bu sizning dushmaningiz hisoblanadi. Mashhur odamlarning gaplari bor, ya'ni uyda saqlangan pul bu nimaga dushman? Sababi uyda turgan pul yoki uyda turgan tillani endi baribir yaxshi insonlar ham bor, yomon insonlar ham ko'p, o'g'rilar bor. Eshitib qolsa o'g'irlikka tushadi, uni o'g'irlashga harakat qiladi. Bu sizga yana ham minus olib keladi. Uyda turgan pulni agar оборотga qo'ysangiz, investitsiyaga kiritsangiz, u sizga qo'shimcha daromad olib keladi. Ertaga o'sishni boshlaydi. Inflyatsiyani oldini oladi. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun Xonsaroy mani ham yaratilgani sababi uyda qo'shimcha pullaringiz bo'lsa, uni kiritib qo'yasiz, albatta u sizga pul keltirib turadi. Краткосрочный investitsiya hisoblanadi. Ya'ni 1 yil, 2 yillik proyektlar, ya'ni долгосрочныйga o'tkazaman siz, uni albatta aylantirib tursangiz, u долгосрочныйga aylanadi. Toshkentdagi uylar
qanchaga ko'tariladi, nima deb o'ylaysiz? Asal Toshkentdagi uylari narxi qanchalik ko'tariladi? Mana hozir aytib o'tdik, o'rtacha Mirobod rayonida $1850 atrofida, Yashna Iminna Shayxontohur tumanida $2200 atrofida kvadrat metrlari, Yakkasaroy tumanida $1650 atrofida bugungi kunda. Qanchalik ertaga bu o'sha 5 yil ichida qanchaga ko'tarilishi mumkin, nima deb o'ylaysiz? Imini mana shu sonda aytadigan bo'lsak. Xo'p, sonda aytadigan bo'lsak, masalan 2022-yil o'rtacha Toshkentdagi narxlar 1200 larga o'rtacha edi. Men o'rtachasida aynan Beka tumanida emas. 2024-yilga kelib bu 1350-1400 ga ko'tarildi. Bu o'rtacha hamma rayonlarni hisobga olganda. Endi yana dalishga qaraydigan bo'lsak, talab baribir to'xtagani yo'q, lekin taklif kamaygandan keyin men ayta olaman, shu bir yiliga 30% gacha ko'tarilishi kerak. Chunki boya o'zingiz ham aytib chiqdingiz, bizda tashqaridan, ne только o'zimiz, tashqaridan investorlar kirib kelishni boshladi, tashqaridan boshqa davlat fuqarolari kelishni boshladi. O'shani hisobiga ham talab hali ham bor, talab hali ham ko'p. Taklif kamayyapti bozorda. Yaxshi taklif, sifatli taklif, ishonchli taklif kamayyapti. O'shan hisobiga ham narx ko'tariladi deb bilaman. Men boyagi davlatni boyagi cheklovlari kiritilgandan keyin albatta mayda qurilish kompaniyalari chiqib ketadi va kattalari qoladi. Kattalari o'rganmagan sifatsiz uy qurishga, shuning uchun sifatli uyni har doim qurib kelganmiz, idalashib qurib boramiz, o'shaning uchun narx ko'tarilib ketadi deb bilaman. Chunki baribir mahsulotni narxi ko'tariladi, boshqa baribir narx ko'tarilishi kerak. Mana o'zimdagi holatdan aytib chiqay, mana uyim mana Yangi Toshkent tarafda. Toshkent viloyati bo'lsa ham Yangi Toshkentga yaqin joyda. Uyimni narxi 2 yil oldin 59 mingga baholagandik, ya'ni qo'shni 59 mingga sotib ketgan 2-3 yil oldin. Hozirgi kunda baholatsam $180,000 da, bo'lmasam kichkina joy. Bu yaxshigina narx oshganidan dalolat beradi-da. O'shaning uchun narx bundan keyin ko'tariladi. Boya aytganimdek, bemalol Xonsaroy Maniga yoki bo'lmasam недвижимостьga pul tikish mumkin. Xonsaroy Manini boya siz aytib o'tdingiz, sandiqda saqlaydigan davr уже tugadi. Sandiqda saqlaydigan davr birinchidan tugadi. Ne только ko'chadagi o'g'ri deymiz, boshqa deymiz, u tugul o'zimizdan nafsimizni kerak bo'lsa, uyimizda pulimiz turgandan keyin chegara bilmaydi-da, nafs chegara bilmaydi-ku. Nafsni xohishi ko'payib ketadi va biz bu nafsga ko'proq bo'yin egib qo'yamiz. Agar siz qayergadir investitsiya qilsangiz, ayollarda ko'p bo'ladi. Masalan, pulingiz bo'lsa, xatyalkilaringiz, ya'ni xohishlaringiz ko'payib qoladi. Bir oyda masalan shapago'likligingiz tutib qoladi. Bitta oyoq kiyim bilan yurgingiz kelmay qoladi. Masalanda, endi o'zimdan kelib chiqmaydi. Yoki bo'lmasam, har oyda bir marta magazinga borib turish kasalligingiz bo'lib qoladi. Aslida shusiz ham kuningiz o'tadi, lekin bu vaqtda baribir ayol kishimiz, fitratimiz baribir ayol, baribir xohishlarimiz ko'payib qoladi. Shuning uchun uyingizda pulingiz tursa, ishlatib yuborishingiz 100% emas, 200%. O'zingiz kerak bo'lsa dushman bo'lib qolasiz-da. Agar investitsiyaga, masalan, qayergadir investitsiya qilsangiz, o'ylaysiz-da, to'xta, ertaga bu menga ko'proq foyda olib keladi deb, xatyalkilaringizni xataba jilovlab turasiz-da. Bu degani hamma narsani o'zingiz cheklab tashlang emas. Xatyalkingizni sal kamaytiring, shapago'likligingizni sal kamaytiring. Chunki kiyim sizga ertaga foyda olib kelmaydi. To'g'ri. Xonsaroy Maniga pul tikadigan bo'lsangiz, sizga foyda olib keladi. Ertaga o'sha masalan, o'sha turgan pulingiz sizga naborot ko'payib turadi-da. Xohishlaringizni, hozirgi xatyalkilaringizni yopmasa ham, keyingi kattaroq xatyalkilaringizni yopishga yordam beradi. Men shunaqa deb bilaman. Qarang, juda yaxshi variant. Mana endi baribir qurilishga qaytadigan bo'lsak, bizada o'zi Toshkentda developer kompaniyalar juda ko'p.
Ya'ni qurilish kompaniyalari ko'p, to'pviylari ham bor, yangi quruvchilari ham bor. Boya aytib o'tdingiz, shularni tanlashda, ya'ni developer tanlashda nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak? Mana men klient sifatida men qurilish kompaniyalarini bilmayman, ularni qanaqa qilib baholashni bilmayman. Xuddi mana oddiy mijozlar. Ular qayerdan bilsin, nimaga e'tibor bersin? Tanlovda. Endi men birinchi o'rinda o'zimni shiorim bor. Men ko'p gapirishni yomon ko'raman. O'zim haqimda nimadirlar gapirishni yomon ko'raman. Men har doim rezultatim gapirsin degan shiorda yuraman. Ya'ni meni qilgan ishlarim gapirsin. Natijalar gapirsin. Natijalar gapirsin. Shuning uchun ham men odamlarga ko'proq maslahat berardim. Ishonchli kompaniya deganda siz juda ham chiroyli sotuv bo'limi bo'lsin emas yoki juda ham chiroyli muomalali inson emas. Oldin nechta uy qurgan kompaniya o'zi deb birinchi o'rinda shu narsaga e'tibor berishni tavsiya qilardim. Avval uy qurgan, u uylari vaqtida egalariga yetib borganmi, mijozga va'da qilingan darajadami yoki qanaqadir kamchiliklari bormi, o'shanisiga e'tibor berishlarini birinchi o'rinda aytardim. To'g'ri, hozirgi kunda yosh, yaxshi kompaniyalar ham bor, lekin ularni kapitali qanchalik darajada ham bilmaymiz-ku. O'shaning uchun lutfi sinovdan o'tgani bo'lgani yaxshiroq deb o'ylayman. Yana bitta narsalarga ko'proq e'tibor berish xohlayman. Mayli bir kun emas, mayli 5 kun vaqti ketsin, mayli 10 kun vaqti ketsin, lekin yaxshilab hujjatlarini tekshirsin. O'zlarini salohiyati yetmasa, hech bo'lmasa yurist bilan gaplashib, o'sha hujjatlarini kerak bo'lsa har bitta etapini ko'rib chiqishni maslahat berardim. Chunki mana o'zimni praktikamda, ish jarayonimda ko'p holat bo'lgan. Bizga tavsiya bergan uylarni olmasdan boshqa kompaniyadan olib, biz mana o'sha topshirib bo'ldik, lekin haligacha ola olmayotgan insonlar bor. To'g'ri. Achchiq bo'lsa ham aytaman, yoqmasa ham o'sha insonlarga aytaman, odamlar aldanib qolishga o'zlari aybdor. Bu qiyin, keyin jalba qilishadi. To'xta, o'sha paytda arzoniga uchmas, sifatlisiga, ishonchlisiga uch. Arzoniga uchamizda o'zimiz skidka aksiya degan narsaga, voy arzon ekan degan narsaga o'zimiz yuguramiz, keyin o'zimiz jabrdiyda bo'lamiz. O'shaning uchun ishonch birinchi o'rinda deb bilaman, chunki odam har kuni uy olmaydi yoki bir oyda bir marta uy sotib olmaysiz. Umringiz davomida olsangiz yo ikkita, maksimum 10 ta uy olarsiz, endi juda pulingiz ko'p bo'lsa. Lekin oddiy xalq men bilaman, shu bir umr davomida yo ikkita yo uchta, borsana 4 ta uy olishi mumkin-da. O'shaning uchun siz kam pul to'lamayapsiz. Kam arzon narsa olmayapsiz. O'shaning uchun yaxshilab tekshiring. Yaxshilab birinchi o'rganing, bozorni o'rganib chiqing. Kunlab vaqtingiz ketsin mayli, lekin o'rganib chiqing deyman. Va $10,000 bilan masalan uy olish imkoniyati bor, hozirgi kunda bizda masalan o'sha 10,000 ni deb siz butun umrlik halovatingizni yo'qotmang deyman. Har doim mijozlarga tavsiya beraman. Ishonchingiz, arzimagan pulni deb siz sog'lig'ingiz ketadi, halovatingiz ketadi. Kechqurun o'sha pulni o'ylab uxlay olmaysiz-da. Keling undan qayta ishonchli kompaniyaga pul tiking, halovatingiz ham bo'ladi. Masalan, halovatingiz bo'lsa yashaysiz-da, halovatingiz bo'lmasa yashash qiyin. O'shaning uchun keling ishonchli kompaniyaga pul tiking, mayli ozgina qimmatroq bo'lsin, lekin ishonch bo'lsin, halovat bo'lsin, tinchlik bo'lsin-da. Sog'lig'ingizga ham ertaga zarar keltirmaydi bu narsa. Shuning uchun mijozlarimizga aytardim, arzon ekan deb yugurmanglar. Birinchi o'rinda yaxshilab tekshiringlar. Mutaxassisdan kerak bo'lsa, so'rab, keyin menimcha harakat qilganlar yaxshiroq. To'g'ri. Developer o'zi tanlayotganda, siz aytgandaki, uni tarixiga birinchi o'rinda qarash kerak. Sababi u nechta uy qurdi, nechta uy topshirdi. Masalan, Xonsaroyi tarixida nechta uy hozir topshirilgan? Hozirgi kunda Toshkentning o'zida 10 ta obyekt topshirdik. Ya'ni 2019-yildan boshlab hozirgi kungacha biz 0 dan uyni qurilishini boshlab bitirganlarimiz 10 ta loyiha egalariga topshirildi. Undan tashqari yana 10 ta loyihamizda qurilish ketyapti.
mana Zo'r. Fazo ham qo'shildi. Mani qo'limdagi ma'lumotlarga qaraganda, diplomat loyihasi topshirilgan, Yunusobod rayonida bo'lgan, to'g'rimi? Вот. Investor sifatida agar qaraydigan bo'lsak, u 2021-yil mart oyida boshlangan va boshlang'ich kvadratura narxi 5 million so'm bo'lgan. 2023-yil o'sha sentyabr oyida topshirilganda, uni narxi remont qilingan holatida 17 millionga chiqqan. Bu degani 5 million so'mga investitsiya sotib olgan va 17 millionga sotgan. Bu narxi 2 yil ichida, 2,5 yil ichida 3 baravariga o'sgan. Da, xuddi shunaqa. Bu zo'r. Diplomat loyihasi haqida bitta sizga aytib ketsam, endi maqtanish demay, endi bu kompliment bo'ldi bizga nisbatan. Buni ham sizga aytmoqchiman. O'sha kuni endi realtor tanishlarimiz bor-da. Mijozlarimiz bor. Realtor mijozlarimiz ham bizdan kotlovonni pul tikib qo'yadi, keyin uy bitgandan keyin sotadigan mijozlarimiz bor. Aytadi, endi Instagramda manaqasini reklamalarni ko'rasiz, har doim Xonsaroyning uyi, Xonsaroyda diplomat loyihasi deb aytadi-da. Keyin bir kun so'radi, nimaga siz Xonsaroyning uyi deb yurasiz desam, shu gapni aytsam bilasizmi dedim, telefonim tinmaydi deydilar-da. O'shaning uchun bu kompliment deb qabul qilaymi desamki, yo'q, po faktu shunaqa dedi. Xonsaroyning uyi desam dedi, telefonim tinmaydi, o'sha uyim tez sotiladi dedi. Shuning uchun bir xursand bo'ldim shu kompaniyada ishlayotganimdan. Что biz shunaqa darajaga уже yetib keldik-da. Ya'ni ikkilamchi bozordagi anaqamiz ham, bozorimiz ham chaqqon ekan. Ha, zo'r. Zo'r. Demak, endi shunaqa xulosa keladiki, mana diplomat loyihasi bor, Mega Tower loyihasi bor. Mega Tower loyihasi ham 2021-yil mart oyida boshlangan. Uni ham narxi 5 million so'm bo'lgan. U ham remontsiz holatida sotilayotganda 14 million so'mdan sotilgan kvadrat metri. Bu ham zo'r natija, sababi 140-145% ga ro'y o'sgan. Sayram loyihasi bor. 2021-yil aprel oyida boshlangan, 5 million 600 ming so'mdan boshlangan va 2023-yil sentyabrda topshirilganda uni 13 million 400 ming so'mdan sotilgan. Bu ham 125% ga prirost bo'lgan. Salom qo'yliq loyihasi bor. 2021-yil noyabr oyida sotuvi boshlangan, 5 million 500 ming so'mdan boshlangan kotlovan narxi va 2023-yil sentyabr oyida 14 million so'mdan sotilgan. Bu ham 140% ga ro'y, ya'ni o'sishi. Xonsaroy loyihasi bor. 2020-yil fevral oyida boshlangan. Birinchi boshlang'ich narxi 3 million so'mdan boshlangan va u 2023-yil sentyabrda 10 million 500 ming so'mdan, bu 3 baravar 150% ga ko'tarilgan. Va men shunaqa tushuncha kelyaptiki, hozir Fazo loyihasi boshlandi. $950 boshlanyapti. 12 million 350 ming so'mdan, u ham $1,500 ga agar chiqadigan bo'lsa, bitayotganda, bu degani investorlar uchun o'zini investitsiya qilgan summasi 3 baravariga o'sadi degani. Bundan kelib chiqadiki, hozir qancha katta summa investitsiya kiritadigan bo'lsa, shuncha katta daromad bilan chiqib ketadi. Albatta. Fazo loyihasida xuddi shunaqa holat bo'ladi deb o'ylayman. Chunki mana siz hozir sanab o'tgan loyihalar o'zimiz sotganmiz. Ayniqsa kotlovandan boshlab o'zim sotganman. Ko'z oldimda bo'lgan narsa. Men kompaniyani yonini olib yoki maqtash uchun aytmayman. Ko'z oldimda bo'lgan narsa, shu rostdan ham 5 million 500 dan sotganmiz. Hozirgi kunda mana siz aytgan narxlarga chiqdi. Ya'ni o'zimni praktikamda bo'lgandan keyin o'zim ishonaman, shu bu narx oshadi. Fazo loyihasi boya aytganimda eng yaxshi pul tiksa bo'ladigan joylarimizdan bizdan deb bilaman. O'shaning uchun Fazo loyihasidan kvartira olish xohlamaganlar, masalan, 3 yil kutish xohlamasa, Xonsaroy Manidan investitsiyasini manilarni olganliklari yaxshi deb bilaman. Baribir mana boya aytganimdek, baribir pulimiz ishlatilib ketadi. Baribir nafsimizga biz qarshilik qila olmaymiz. Yoki uyimizda saqlaymiz, yoki uyimizda turgan pulni berib tur degan narsa baribir o'zbekchilikda bor. Undan qaytaga tinchgina o'sha Xonsaroy Maniga pul tiksa, men o'ylayman, u o'zini telefonida platformaga ulab berasizlar, to'g'rimi? Albatta. Telefonga yuklanadi.
Ha, конечно. O'zini telefonda turadi, o'zini pullar. Oshayotganini o'zi ko'rib, nabrot pulingiz ko'payganini ko'rib, qanaqadir sizga emotsiya beradi. Endi men ayol kishi bo'lganligim uchun ko'proq emotsiyaga nima qilaman. O'shancha pulingiz ko'payib tursa, har safar bundoq kirganingizda pulingiz ko'payib tursa, mazza emasmi deb o'ylayman-da. Shuning uchun hozir moment что ko'proq pulga mayli kam mashina olmang, dahshat mashina olmang, mayli kamroq kiyim kiying, zo'r tilla taqmang. Mayli, zato hozir investitsiya qilib oling, ertaga sizga 1 yil, 2 yildan keyin bu narsa foyda olib kelganda, yaxshi ham shu narsani qilgan ekanman deb rahmat aytasiz bizga yoki bizning jamoamizga-da. Shuning uchun albatta olishni tavsiya qilaman. Sizlarda manimcha sistemalarda bor, men tushunishim bo'yicha yoki noto'g'rimi, to'g'rimi bilmayman qanchalik. Manilar sotilgan sayin narx ko'tarilib ketar ekan-a? Yoki bunaqa Xonsaroy Manidan o'sha investitsiya xarid qilgandan, investitsiya kiritgandan keyin biza bitta lot narxini kvadrat metrga biriktirib qo'yganmiz va kvadrat metri o'sgani sayin kvadrat metr o'sdimi, demak sizni ulushingiz ham o'sadi. Ulush narxi bir-biriga bog'liq. Masalan, kvadrat metr hozir 950 dan ertaga $1300 chiqdi yoki $1500 chiqdimi, avtomatik 30% ga o'syaptimi, 20% ga o'syaptimi, siz kiritgan investitsiyangiz ham xuddi shunchaga o'sadi. Va xohlagan paytingiz uni qayta sotib, ya'ni Xonsaroy Money platformasi orqali qayta sotsangiz, uni Xonsaroy Money o'zi sotib oladi va sizni ulushingizni kartangizga tashab beradi. Foydasi bilan birga tashab beradi. Doim reinvestitsiya qilib borsa bo'ladi. Reinvestitsiya degani xuddi boya siz aytgandek, masalan, boshlanishiga $10,000 ga ulush oldi, investitsiya kiritdi $10,000 dan, har oyda $1,000 mi, $2,000 mi, $3,000 mi qancha puli bo'lsa, uni kiritib tursa, u ulushini o'zini ko'paytirib boradi. Bemalol uni yana qayta sotib, ulushini qaytarib chiqarib olsa bo'ladi. Eng zo'r narsasi ham shunda. O'zi buni bank sohalarida yoki boshqa investitsiya turlarida lock-up davri degan narsa bor. Lock-up period bor. Lock-up degani nima? 15 oy, 18 oy, 24 oyga, 1 yilga lock-upga tiqib qo'yishadi. Siz investitsiya kiritganingizdan keyin 1 yil pulingizga tiya olmaysiz. Ya'ni 1 yil pulingizni qaytarib chiqarib yubora olmaysiz. Juda ko'p invest kompaniya ovozim o'chib qoldi, menimcha. Ovoz o'chib qoldi, Ko'p invest kompaniyalarda lock-up davri bo'ladi. O'sha lock-up davrida pulini qaytarib chiqarib ola olmaydi yoki qaytarib chiqaraman desa foydasini ola olmaydi. Xonsaroy Money platformasida shu narsa yo'q. Ya'ni bugun investitsiya kiritdi, 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin pulimni qaytarib chiqaraman desa, lock-up period bo'lmaganini hisobiga u любое время заявка beradi, 1 oy ichida pulini olib chiqib ketaveradi. Eng zo'r imkoniyatlardan bittasi shu. Ko'pchilik bu narsani hujjatda o'qimaydi. Bank investitsiya qilgandan keyin omonatga tiqib qo'yadi-da pulini. Lekin hujjatda o'qimaydi. Lock-up period bor. Qara, bu yerda lock-up ichida sen pulingni qaytarib ola olmaysan. Agar oladigan bo'lsang, senga foydani bermaymiz degan narsa bo'ladi. Uni hujjatda ko'pchilik o'qimaydi-da, vaqti kelganda pulini qaytarib olaman deydi. O'ta shtraflari bo'ladi o'ziga yarasha. Shu narsani ko'rmasdan turib, borib urush janjal, nedorozumение shundan kelib chiqadi. Xonsaroy Money platformasida shu narsa yo'q. Har kvartalda pulini qaytarib chiqarib olsa bo'ladi. O'shaning uchun aytaman, hammaga tavsiya beraman, albatta Xonsaroy Money platformasini ulab oling, App Store'da ham va Androidlarda ham bu bemalol bor. Play Marketga kirsa, uni skachat qilsa bo'ladi, ishlatish oson. Sizga ham maslahatim, investitsiya bo'lsa, bemalol o'rtoqlaringizni, tanishlaringizni, qarindosh urug'laringizga bemalol tavsiya bering, ishonchli, chunki bu Xonsaroy holdingga tegishli kompaniya. Ko'pchilik bilmasa, endi yangi kirganlar bor ekan, bilib olish mumkin. Ya'ni Xonsaroy Money, Xonsaroy bu bitta kompaniya, ishonchli, albatta investitsiya qilish uchun prozrachniy hisoblanadi. Bizda vaqtimiz bo'lib qolibdi. Tilaklaringiz bo'lsa, asal bemalol aytib olsangiz bo'ladi. Yakunlaymiz shu bilan. Rahmat sizga bugungi mehmon qilib chaqirganingiz uchun. Bitta kompaniyamizda, lekin baribir mehmon qilib chaqirganingiz uchun rahmat sizga. Va bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Endi ozgina vaqt ko'p olmayman. Hozir siz aytgan sistema
o'zimizda ham kuni kecha har doim bo'ladigan holat, mijozlar keladi, zo'r kvartirani yoqtirishadi, olgisi keladi, lekin qo'lidagi puli qo'lida emas, bankda turadi. Bankka borsa, ular foizi bilan yecholmaydi, ya'ni qanchadir foizni ola olmaydi. O'shaning uchun yutqizgan mijozlarimiz bo'lgan praktikamizda. Endi biz ularga imkoniyat qilib beramiz, lekin ulgurolmagan mijozlarimiz ham bor. Ya'ni yoqqan kvartirasi sotilib ketadi. O'shaning uchun bizani platformani shunisi yaxshi ekanki, xohlagan paytingiz yechib olishingiz menga juda yoqdi. Endi baribir insonmiz, yaxshi kunimiz bor, yomon kunimiz bor. Bir xilda pul kerak bo'lib qoladi, zarur bo'lib qoladi. Pulimizni yechib olishimiz kerak bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham Xonsoray meni juda ham yaxshi platforma. Menga juda ham yoqdi. O'shaning uchun o'zim ham xohlasa investitsiya kiritish niyatim bor. O'shaning uchun hamma tanishlarimga, siz aytmaysiz, oldin hamma tanishlarimga chiqqanman. Har doim. Endi bizda O'zbekistonda bu loyiha birinchi bo'lganligi uchun hali odamlar qabul qilishi qiyin bo'lyapti, lekin foydasi bo'ladi. Bu bo'layotganimdek 200%. Chunki biza birinchidan eng zo'r loyihamizdan, eng zo'rlardan bittasini qo'ydik loyihamizdan investitsiyaga va platforma ham yangi. Shuning uchun aholisi zo'r foyda kelishi kerak. Inshaalloh. Albatta. Rahmat chaqirganingiz uchun. Foydali yoki foydasiz informatsiya bergan bo'lsam, rozi bo'lasizlar. Endi insonlarning rizqiga qarab masalan ma'lumot keladi. Har doim birdaniga ma'lumot kelmaydi. Shuning uchun to'g'ri-noto'g'ri gapirgan bo'lsam, shu rozi bo'lasizlar deb aytaman. Sizga ham kattakon rahmat. Kirganligi, eshitganligi va kelgusida eshitadiganligi ham kattakon rahmat. Albatta bugungi suhbatimiz juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Siz bilan yaxshilikda ko'rishguncha hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Rahmat, sog' bo'ling.